عادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigor, zotinga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Bergan ne'matlaringga shukronalarimizni qabul ayla. Sen bizga iymon berding, ibodatingga munosib ko'rding. Tabarruk yurt ulug' xalqni farzandi qilding. Mo'tabar ota-onadan dunyoga keltirding. Farzand, o'g'il, qiz, nabiralar ato etib qalbimizni shodlikka to'ldirding. Barchasiga shukronalarimiz bo'lsin. Ibodatlarimizni, duolarimizni qabul ayla. Bu mehnatlarimizni bu ulug' kunlarda besamar qilmagin. Saharlik, iftorliklarda qilayotgan duolarimizni ijobat aylagin. Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni qabul ayla. Kechalarda tinglayotgan xatmi Qur'onlarimizni qabul ayla. Bu ikki shafoatchimiz, tinglagan Qur'onimiz, tutgan ro'zamiz qiyomatda shafoat qilishligini barchamizga nasib etgin. Parvardigor, bemorlarimiz bor, o'zing shifoy komil bergin. Halol mehnatda yelib yugurib yurgan yigitlarimizni kasb-korlariga barakot bergin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizni safarlarni peshkaz qilgin. Xonadonlarimizda mo'tabar ota-onalarimiz bor. Parvardigor, ziyoda umr bergin. O'tgan bo'lsalar rahmat aylagin. Parvardigor, sendan ko'pchilik bo'lib baytingda yolvorib so'raymiz. Otamizni, onamizni jannat ahlidan qilgin. Ularni do'zaxga giriftor qilma Parvardigor. Sababi boisi seni borliging, birliging haqiqati, halollikni fazilatini qalbimizga jo aylagan ota-onamizni jannating bilan mukofotla. Ota-onasini ulug'lab xizmatlarini qilayotgan yigitlarga darajot ber. Farzandlarimizga rushdi hidoyat tavfiq bergin. O'zlarimizni iymonimiz, iqbolimiz, irodamiz, insofimiz, ixlosimizni bundanda ziyoda aylagin. O'zingdan o'zgaga muhtoj bo'lishdan panoh bergin. Barchalarni qadaminglarga hasanot, xonadoninglarga barakot bersin. Ramazonni chiroyli tarzda ado etib, gunohlarimizdan poklanib, Ramazon hayitlariga onadan yangi tug'ilgandek oy yuzli mo'minlar bo'lib chiqishligimizni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar